Kimlardir Xitoyda haligi it go'shti, chuvalchenlar, bir nimalar deyishadi-yu. Xitoydamiz bo'lmasam. Choyxona nomer 1 ham bor bu yoqda. Mana qaranglar, tepasini Uzbek National Foods. Olmaysiz, nechi pul ekan? Nechi pul ekan shashliginglar? Qo'y go'shtimi bu? Qo'y go'shti. Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Toshkent xalqaro aeroportini ichida ko'rishib turganimdan xursandman. Xitoy Guanzhouga uchib ketyapman. Maqsad bu joyda dunyodagi eng katta ko'rgazma bo'lib o'tadi. Xalqaro ko'rgazma. Shu ko'rgazmaga borib yangiliklarni ko'rgani va yangi hamkorlar bilan uchrashgani yo'l oldik. Shu yerga boramiz, hammasini sizlarga ham ko'rsatib beraman. Ketdik. Do'stlar, bo'ldi. Xitoy Guanzhouga yetib keldik. Qolganini mehmonxonada davom ettiramiz. Ana Xitoy muzey qo'ygan, qara. Hamma yo'qni. Aeroportda ichi bo'lmasam. Otabek yaxshi. Signal ham chalmadi hamda. Mashin signal chalmadi. Voy, shunday chiqib ketdi. Angliyada Erta yorug'da ko'ramiz nima bo'ladi ko'chada. Yo'lmi? Hozir bemalol yurishdi deyaptilar. Keldik. Zo'r joyda ekan. Yes. Shu. Kestik ochik. Money? Ha? Money? Naqdmi deyapti? Kesh. Money. Reysga qarang, to'g'ri hisobladi. Ham ko'chalarni qaranglar. Kargo ko'chasi desa ham bo'ladi. Hamma yoqda kargo mana domlan tagida ko'ryapsizlar. Xo'p. Bugun ertalab tongda soat 5 da mana ko'rib turgan mehmonxonalarga joylashdik. Mehmonxona Planet Hotel ekan. Shu mehmonxonani ichini sizlarga ko'rsatmoqchiman, ichidagi sharoitlarini. Boshqacha mehmonxona ekan. Mana kosmonavtlar kutyapti ikkita chetda bizani. Ichkariga kiramiz. Mana o'rindiqlarni qaranglar. Allambalo. Mana qaranglar odamlarni. Bu reception bo'limi to'g'rimizda. Bu yoqga yuradigan bo'lsa, shunday muzey qilib tashashibdi, qaranglar. Nasha chiroyli ekan mehmonxonasi. Hop, liftda 8-qavatga biz chiqamiz hozir. To'xta. Qo'y. Sakkizinchi qavatga chiqdik do'stlar. Mana qaranglar, kosmonavtlarni hamma yoqda
devorlari ham boshqacha ekan. Eshiklari ham, devorlari ham, dizaynlari umuman boshqacha. Men ko'rmagan edim mehmonxonani. Mana ashta bizaniki shu xonamiz 801-xona. Xonaga kirdik. Juda ham shinam xona ekan. Menga juda ham yoqdi. Mana 2 kishilik xona. Alohida katta mana kravati bor. Ikkita chiroyli qilib o'rindiqlar qilib qo'ygan. Divan desa ham bo'ladi, kreslo desa ham bo'ladi. Xo'p, rostdan devorlar ham planeta qilib qo'yishgan, devorlarni ham katta televizor, monitor. Biz hammomga kiraylik, hammomni ham ko'rsataman. Bu yerda rakvina, unitaz va mana dushi. Chiqdik bu yoqdan. Suvlar qo'yib qo'yishgan, tifal. Tak, mana shkop. Seyfi bor. Shkop ichida pul-mullarini solib qo'yishingiz uchun. Zo'r, menga yoqdi bu xona. Ko'chaga qaraydigan bo'lsa, nima ko'rishimiz mumkin? Qaraylikchi. Domla hamma yoqda. Mehmonxonalar desa ham bo'ladi. Yaxshi mehmonxona ekan. Joylashuvi ham yaxshi joyda. Bu yerda pastda o'zbeklar juda ham ko'p. O'zbeklar mahallasi desa ham bo'ladi bu yoq. Bemalol. Hozir pastga tushamiz-da, pastga ham bitta aylanib chiqamiz. Do'stlar, endi ko'chaga chiqib tungi sayr qilamiz. Ketdik. Ko'chani qaranglar, odamlar g'ov-jumligini. Kechqurun 9 da ham, 10 da ham, 11 da ham odam juda ham ko'p. Endi Guanzhou aholisini o'zi juda ham ko'p, 20 million ekan. 20 million aholisi bor ekan Guanzhouning o'zida. Xitoyda 3-o'rinda turar ekan. Eng aholisi ko'p shaharlardan bittasi ekan. Birinchisi o'sha Shanxay, ikkinchisi Pekin, uchinchisi Guanzhou ekan. Eng ko'p aholi yashaydigan joy. Xo'p. Bu ko'chani o'zbeklarning ko'chasi deyshadi. Nimaga? Sababi bu yerda juda ham ko'p o'zbeklarni uchratishingiz mumkin. Hamma o'zbeklar O'zbekistondan kelib ko'proq shu hududdan mehmonxona ijaraga olishadi. Sababi bu yerda bilsa bo'ladi. Uyg'urlar juda ham ko'p, sotuvchi Uyg'urlar. O'zbek tilini juda ham yaxshi bilishadi bular. Mana shu sotuvchi ham ko'rsanglar, meva-chevalar sotyaptilar. O'zbek tilida bemalol gaplashadilar. Assalomu alaykum. Mango nech pul ekan? Qancha mangoyingiz mashalari? Mango kilosi 17. Donalab emasmi? Kilolabmi? Donalab emas. Bu 15 gram bo'ladi. Mana shu qancha chiqadi? 17 chiqamiki. 17 yuan. 1 kilo chiqadi. Chiqib qoladi 1 kilo bu. Mana. Kilosi necha yuan dedingiz? 17 yuan ekan. Mangoni kilosi. Yuan to'g'risida ham sizlarga alohida gapirib o'taman. Hozircha mana mevalarni qaranglar ko'pligini. Mana ko'chani ko'rayotgan bo'lsanglar, qaranglar. Xitoydamiz bo'lmasam. Mana o'zbeklar, o'zbek emas, Uyg'urlar o'zbek tilida bemalol gaplashadi. Mana shashlik pishirishyapti. Qo'y go'shidan bu, qo'y go'shidan.
Nechi pul ekan shashliginglar? Qo'y go'shtimi bu? Ha, qo'y go'shti. Nechi pulda? 5 yuan bittasi. 5 yuan ekan bitta dona shashlikligi. 5 yuan. Davom ettiramiz. Qaranglar. Bular ham uyg'urlar mana bemalol o'zbek tilida gaplashishadi. Mana yana. Olmangiz nechi pul ekan? Kilosi 15 yuan. Mana shu olmasi kilosi 15 yuan ekan. Bananchi? 10 yuan ha? 1 kilo banan 10 yuan. Qaranglar chiroyli mevalarni. Mana har xil kavoblar. Suratga olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Qo'y go'shti, qo'y go'shti, mol go'shtimi bu yoqda? Qo'y go'shti. Faqat qo'y go'shtidan-a? Mana ko'rasizlar chiroyliligini, qavoplarini. Shotni o'zida pishirib, ular berishadi. Orqada joylar bor, o'tirib maza qilib yeb olasizlar, do'stlar. Xo'p, davom ettiramiz. Bu yerda ham mana kavoblar sotishar ekan, qo'y go'shtidan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shuni kameraga videoga olsam bo'ladimi? Bo'lar, voy mahalla edi mana. Bu qo'y go'shti. Qo'y go'shti hamisi. Bitta kavobingiz nechi pul bu siqqa? 5 yuan. 5 5 yuan. 5 yuan ekan, qaranglar. Har xili bor. Qo'zi qorinlilari ham bor ekan bularda. Qaranglar. Shotni o'zida o'sha yerda pishirib berishadi. Maza qilib mana bu o'tirib yeb olaverasizlar. Xo'p, bu yerda meva-chevalar. Nimani narxini biz boya so'ramadik. Kelinglar, ananasning narxini so'raylik. Ananas narxi. Ananas nechi pul ekan? Kilosi? Donalabmi? Donalabmi, kilom? Ha, bitta dona shu ananasi 15 yuan ekan. Kattagina ananas. Nimaga bu yoqda haligi tropika mevalar ko'p deydigan bo'lsanglar, sababi Guangzhou iqlimi subtropik. Bu yerda issiq va nam bo'ladi, ko'proq yomg'irgarchilik bo'ladi, issiq bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Bu yerda qish deyarli bo'lmaydi. Har doim mana shu qishda ham havosi yoqimli bo'ladi. Havosi kuz, oktyabr oyining oxiri. Futbolkada men yuribman. Bemalol. Shunda ham issiqlik qilyapti menga. Shunaqa do'stlar. Xo'p, hali yuan to'g'risida sizlarga gapirib bermoqchi edim. Men aytmasam bo'lmaydi. Qaranglar. Mana shu 100 yuan bo'ladi. 100 yuan. Agar sizlar 100 dollarni maydalaydigan bo'lsanglar, mana shundan 7 ta donasini berishadi qo'lingizga. 100 dollarni ularga berasizlar, sizlarga 7 ta 100 yuan berishadi. 700 yuan qisqasi bo'ladi. 100 dollarlar almashtirsanglar. Hozir bitta do'konga kiramiz-da. Pulni qadrini ko'ramiz, do'stlar. Kattaroq bir yaxshiroq do'konga kiramiz hozir sizlar bilan. Qarang, nima do'kon bor ekan bu yoqda. Buni nonlarni qaranglar, o'zimiz o'zbek nonlari. Bam, noningiz nechi pul ekan? 5 yuan. 5 yuan. 5 yuan ekan. Kulcha desa ham bo'ladi buni. Kattasichi? 5. Bu ham 5. Videoga olsam bo'ladi-ya. Videoga olsam bo'ladi. Rahmat. Ko'rdinglarmi? Kimlardir Xitoyda haligi it go'shti, chuvalchenlar, bir nimalar deyshadi-yu. Yo'q. Hamma narsa topsanglar bo'ladi bu yoqda. O'sha halol ovqatlarni ham bemalol topasizlar. Muammo bo'lmaydi ovqatdan.
bu do'konni ko'rsatsam, o'sha mashhur 7-Eleven. Kirdik 7-Elevenga. Hop, qaranglar bu. Sneakers narxi 13.8 yuan. Ikkitasi ekan, 2 piece, ikkitasi. 13.8. Hali bittalik narsani ko'ringlar sizlar bilan. Iloji boricha bizda bor narsani ko'rishimiz kerak. Shu O'zbekiston bilan taqqoslab ko'ramiz narxini. Qanaqa ekan? Tak, kolasi bor ekan, ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 litrlik kola. Qatta ekan u. Mayli, mana bu yerda 0.5 kola bor ekan. 0.5 kolasi. Kolani qaranglar. Mana. 3.80 yuan ekan kolasi. Endi nimasi bo'ladi, men videoda ham tagiga yozib qo'yaman. Haligi 1 yuan necha dollar bo'lishini yoki 100 yuan necha dollar bo'lishini yoki so'mda ham yozib qo'yishim mumkin. Mana oddiy suvlari. Nima suv? 1 yuan ekan bitta donasi. Mana bunisi 3 yuan ekan. Kattaroq bo'lsa kerakdir, bu. Hech narsani biz o'zimizni O'zbekistondagi haligi mahsulotlarni ko'ra olmayapman deb yo'di. Taqqoslab ko'rardi. Aylan 1 litrlik kolasi. Ham sasiskalarni qaranglar. Xolodilnik turmas ekan, bularni shu turaverar ekan mana. Havoz issiq-ku, bu aynamaydi-mi? Hammasi kalbasa mahsulotlari. 3.10, 5 yuan, 5.50, 5.30, 7 yuan. 7 yuan mana shundoq katakon. Xo'p, mana qaranglar. Kola. Bu yerda 1 necha ekan shu kolasi? 1.25 ekan. Rovna 1 litr emas ekan, 1 litrdan ko'proq ekan. 6.50 ko'ring. 6.50 yuan. Kola. Qimmatmi, arzonmi? Yozib o'rarsizlar. Chiqdik bu yoqdan. Bab do'konda hech narsa olmasa ham xafa bo'lishmasin. Yem ham kam kiraylik-chi. Ana qisqish baqa har xil dengiz mahsulotlari. Chig'on olami. Narxi. Baliqlarning narxi tepasida yozilgan. Ilon baliq. Voy mana qaranglar baliqni.
Yapaloq baliq ekan, ingichka. Mana shularni birontasini shu yerda buyurtma bersanglar, shuni tirikligicha olib, mana oshpaz okamiz shu yerda o'zi pishirib beradilar. Qaranglar. 对啊，就没动，他是中盘的嘛，7个人的。 Endi bu Xitoy milliy taomlari bo'ladi bu yoqda. Shuning uchun Xitoyga kelishda ovqatdan muammo bo'lmaydi, qo'rqmanglar, bemalol kelaveringlar. Bir nimalar olib, och qolib ketaman deb qo'rqmasanglar ham bo'laveradi. Ne ekan bu yoqda? Meridian restorani. Hozirga ko'p joyni ko'rsataman, qiziq bo'lgan joylarni ko'rsataman. Ko'rdinglar, mehmonxonamdan chiqdim. To'g'riga qarab yurib ketyapman. To'g'rida ko'rayotgan bo'lsanglar, yana meva-cheva sotishyapti mana. Ona to'g'riga qarasanglar, hozir yaqinlashtiraman. Choyxona nomer 1 ham bor bu yoqda. Tepada mana bu ko'prik desa ham bo'ladi. Bu yoqda, bu yoqqa o'tadigan Taj Miran restorani. U yerda ham halol taomlar sotadi. Sabzini qaranglar, kattaligini. Olmalardan kichkina olmalar. Mana shu narxini so'raymiz. Men olmangiz nech pul ekan kilosi? Kilogram 37. 30 yuan kilosi. Shu olmasi 30 yuan ekan. Asa shirin bo'ladi bu olma, kichkinagina. Katta bo'lmaydi bu olma. Xo'p, qani. To'g'rida Turkish doner. Mana qaranglar, tepasini Uzbek National Foods. Ichiga kirsanglar endi osh ham bor, lag'mon ham bor. Shu O'zbekistonda nima ovqat bo'lsa, hammasi shu oshxonada bor. Ichkariga kirib o'tirmaymiz bu yo'lga. Mana. Narxlari ham qimmat emas. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Ertalab vaqtli turib o'sha xalqaro ko'rgazma yarmarkasiga boraman. U yerda ham ozgina videoga olib sizlarga ko'rsataman. Bundan keyingi videolarni albatta ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Keyingi video bloglarda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar. Xayr.